maqsud Yunus mana shu televideniye qo'ygan boy xizmating eng ko'pidan ko'pi desam mubolag'a bo'lmaydi. Kimdan so'rasangiz o'sha nimadan chiqqanman, otalar so'zdan chiqqanman deydi. Yuqori yurtboshimiz o'sha asarlardan qaytaringlar degani yo'q. Bu xalqqa orzusi beradigan, buni ma'naviyatiga ma'naviyat qo'shadigan, bir-biriga o'xshamaydigan, hayotiy voqealarni aks ettiradigan narsalarni tunlab o'ylab chiqarishadi. Mojidaxon o'zim o'rganaysizdan. Ertaga falon narsa olinadi, nega falon narsa olinadi derdi. Lekin Mirabbos juda qattiq qo'l eslatilgan. Ya'ni hech hikoya etmaydi. Men o Mirabbosni juda ko'p yo'lda o'ylaganman. 100ta. Endi buni millat nasiy o'ziga bir qanaqadir ishontasini olib qo'ygan ekan shekilli. Essiz. U 300dan ortiq bo'lgan asarlardan bir lavhani olib ko'rsatsa ham bizga kelgan mubolag'a emas, qoplab to'g'rimi? Har bir shaxsiyatga o'ynagan odamlarga keladigan narsalarni yozishardi. Dahshat narsa bo'lardiki, o'shandan inson nimadir olar edi. Mana hozir ham botir o'tiribdi. Botirni bir narkoman ko'rsani. Bugun ham eng katta oriflarimizdan bittasi. Mirabbos yangi 74 rolini berishgan. Shu bir narkoman o'g'ilni rolini berishdi.